Tojikiston xalqi, assalomu alaykum. Umra narxlarini tushishini kutayotganlar bormidi? Xudo xolasa bu video aynan sizlar uchun Tojikiston xalqiga alohida video tayyorlayapmiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib tursalaring. Abdug'affor akani oldilariga yetib kelganman. Ukam zo'r yangilik bor, faqatgina Tojikiston xalqi uchun deyapti. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, bittadan like'larni bosib tursalaring, Xudo xolasa sizlarga Abdug'affor akadan to'liq ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka Tojikistonliklar uchun alohida video tayyorlayapmiz. Umra narxlarini Xudo xolasa tushishini kutayotganlar bor edi. Keyin yangiligi ham bor dedingiz. Birinchi bo'lib qaysidan boshlaymiz endi aka? Xo'p, ikkovsidan boshlaymiz. Ikkovsidan boshlaymiz. Yangiligimiz Xudo xolasa aytilgan chislodan, masalan, bir kun oldin kelasizlar, gostinitsa 1 kunlik to'lovi ham o'zimizdan. 1 kunlik to'lov 1 kunlik to'lov gostinitsa ham o'zimizdan. Pul-mul olinmaydi ulardan. Yo'q, pul-mul olinmaydi. O'sha aytilgan to'lovning ichida ketadi shu. Endi Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reysimizning narxini $950 dan qilib beramiz, Xudo xolasa. To'g'ridan to'g'ri reys. Tojikiston qo'shnilarimiz uchun to'g'ridan to'g'ri reys. $950 ning ichida, xo'p, o'sha bir kunlik O'zbekistonda bir kunlik gostinitsasi bilan bir kun oldin O'zbekistonga o'tishadi, bir kun gostinitsada qolishadi, keyin ertasiga aeroportga chiqib turib, uchib ketishaveradi Xudo xolasa. Yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa qiynalishmas ekanda, bir kun dam olib, keyin yana samolyotga chiqib ketishadi. To'ppa-to'g'ri. Agar unaqa imkoniyat bo'lmaganda, yana aeroportga kelardilar, aeroportdan charchab samolyotga chiqardilar, yana samolyotda uchib Jiddaga borardilar. Endi bir kun damda olasizlar, mazza qilib, xotirjam bo'lganlaringdan keyin bemalol samolyotga chiqib uchib ketsa bo'ladi. Zo'r. Vodiydan ketmoqchi bo'lganlargacha aka. Vodiydan ketmoqchi bo'lganlarga ham xuddi shu, lekin buni narxini $1000 qilib beramiz. Vodiydan ketmoqchi bo'lganlarga $1000. Farg'onadanmi qatdan bo'ladi aka? Farg'ona Jidda bo'ladi, Primoy reys bo'ladi. Jidda to'g'ridan to'g'ri reys bo'ladi. Zo'r. Qachon sanalargacha bor endi? Buni ichida ham o'sha bir kunlik gostinitsasi ham bor. Zo'r. Xo'p, o'sha Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz xo'p 18-iyul, 19-iyul, 20-iyul, 21-iyul, 22-iyul, 23, 24, 25 xullas har kuni bor Toshkentdan reyslar. Har kuni reyslar. Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha $950 reysimizni kuni har kuni bor. Har kuni bor. Telefon qilishsa. Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha Vodiydan ketadiganlar uchun har 2 kunda reyslarimiz bor. Mana 19-iyul, 21-iyul, 23-iyul, 25-iyul telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqinglar shu nomerlarga. Qaysi kunga aytsalaring, shunga bir kun aqabaqa bo'lib qolishi mumkin, qilib beramiz Xudo xolasa. Joylarini bron qilib qo'ysa bo'ladi, telefon qilib, telefon qilib joylar bron qilib qo'ysalar. Pasportlaringni tashlaysizlar. Shu nomerda Telegram, WhatsApplar bor. Pasportlaringni tashlasalaring, joylarini bron qilib qo'yamiz. Aeroportga kelib uchib ketaverasizlar Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hoziroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, Xudo xolasa joylarini bron qilishlaring mumkin. Endi mana narxlarda eshitdilaring, sanalarda eshitdilaring. Sizlar uchun bo'lgan yangilikni hammasini aytib o'tdik. Endi sharoitlar tushuntirib berasiz endi aka. Xo'p bo'ladi. Sharoitlarimiz gostinitsadan boshlasak, Madina Munavvaradagi gostinitsamiz uzoqligi 200-300 metr. Madina Munavvarada Madina Munavvarada. Makka Mukarramadagi gostinitsamiz uzoqligi 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Oralig'ida bo'ladi. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha gostinitsamizga tushadi. Bir nechta gostinitsa bor demak. Bir nechta gostinitsalarimiz bor. Eng yaqin o'sha 800 metr, uni o'shaning uchun 1 kilometr deyapmiz. 1 kilometrdan 2 kilometrgacha bo'lgan gostinitsalarimiz bor. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'shaga tushaveradi. Zo'r. Lekin avtobus xizmati bo'ladi, zo'r. Avtobus xizmati bor. Xizmati bo'ladi, zo'r. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xudo xolasa. Endi 50 bosh xizmati, 50 bosh xizmati iloji boricha billa borib, billa kelishadi 50 boshimiz. Bilmagan narsalarni hammasini o'rgatishadi. Undan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Va vizalarni ham iloji boricha qo'llariga chiqarib beramiz. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida beriladi. Bonus sifatida qo'shib beriladi. Zo'r. Keyin ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'lganlarga skidkalar bormi aka? Agar 4 kishidan oshiq boriladigan bo'lsa, bu narxdan ham yana jinday skidka qilib beramiz. Skidkalari bor. Xudo xolasa telefon qilib, biz 5 kishi, 10 kishi biz deydigan bo'lsa, Xudo xolasa skidkani zo'rini qilib beriladi. Endi aka to'lov masalalaricha hozir biz Farg'onada turib video qilyapmiz. Tojikiston bizga sal uzoqroq bo'lsa, onlayn to'lov qilsa bo'ladimi aka? Ha, bo'ladi. Onlayn. Xohlasa onlayn hisob raqamlar beramiz, rasmiy hisob raqamlarni. Onlayn joylarni bron qilsin. Yo biz ovora bo'lmaymiz deysa, O'zbekistonga kelsa, O'zbekistonda 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xohlasa ofisimizga kelib to'lov qilsin, xohlasa onlayn joylarni bron qilsin.
joylarni bron qilish qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, jindakkina summa, masalan, oddiy hisobda $100 zakolat tashlashadi har bir kishiga, qolganini aeroportda hisob-kitob qilinaveradi. Qolganini aeroportga borganda uchib ketishdan oldin qolgan to'lov Hisob-kitob qilishadi, keyin uchib ketishsa bo'ladi. Bo'laveradi. Zo'r, menimcha sizlar uchun zo'r imkoniyat bo'ldi. Hoziroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xohlasa Abdug'offor akaning o'zlarining nomerlari, telefon qilsalaring yanada to'liqroq ma'lumot berishga harakat qiladi. Qanaqadir videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Xudo xohlasa aytib o'tganimizdek Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya. Xudo xohlasa chiroyli qilib umra amalini bajarib kelishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.